Leksiyimizni davamlaştırmamız, hürmetli vatandaşım. Ötken leksimizin ahırda kısmen mavzularını sizlerden tasavvuruna taşlagan edik. Şunun içindeki bir mavzu, Cungo bilen Rusya davamlı kol tutuşup Amerika karıştırdı. İşte devlet matbuatları birbirinin yaman gepini kılışmaydı mavzulu haber. 6. ayının 26. günü Amerika avazının Xitay til programması da ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Rusya bilen Cungo Amerika'nın Asya'da saat raketa sistemesini orallaştırışı karıştırıp, orallaştırılgan bolsa iki devletinin bir xatarlik menfaatiga ziyan salıdı deyişti. Rusya Prezidenti Vladimir Putin bu qitim Beijingni ziyaret kılıp, iki devlet rehberleri Janubi Cungo denizi meselesini muhakeme kılıştı. Küz pasilde iki devlet deniz üstü harbiy manevri ötküzmekçi buluştu. İki devletning matbuot sohasidagilar hamkorlikni kuchaytirgan bo'ldi. İki devlet bu qatam yer shari strategik muqimni kuchaytirish jihatda alohida bayonot e'lon qildi. Atmosferaga qurol o'rinlashtirishga qarshi turish. Amerikaning Osiyo va Yevropa ikki tarafda raketa qarshi sistem o'rinlashtirishiga qarshi turish. Bayonot yana Amerikaning Koreyaga sat sistemini o'rinlashtirish iki devletning bexatarlik manfaatiga xilofdir deb ko'rsatildi. İki tarafning birlashma bayonoti yana mundaq ko'rsatildi. Yakka holda harbiy aralashish va embargo qilish siyosatlariga qarshi turamiz. İki tarafning harbiy taraf fikr almashtirishni kuchaytiramiz. Bu qatimqi hamkorlik iki tarafning uchur makonini taraqqiy qildirish mutlaqalan. Tor batlardan foydalanib, Cungo, Rossiya iki taraf o'zaro ichki ishlarga aralashmaydi. Muqimsizlik va milliy o'chmanlikka qutratmaydi. Rossiya izchil Vyetnamga yordam qilib, Janubiy Cungo dengizi tabiiy gaz echayotgan bir davlat edi. Rusya energiya şirketining qizish, burg'ulash va echish rayonlarida Cungo Janubiy dengizda o'zining territoriyasi deb atib olgan rayonlar ichida. Vyetnam bilan Rusya echayotgan burg'ulashdan shug'ullanayotgan dengiz ostidagi yerlar esa Cungo bizning zaminimiz deb aytgan territoriya dairasi yerlar edi. Bugun qandaqlarcha Beijingda bular yana nima kelishimda kelib qoldi. Prezident Vladimir Putinning suhbati Janubiy dengizga berib ketildi. Lekin Sharqiy dengiz va Yaponiya bilan Cungo o'rtasida talash tartish bo'layotgan rayonlar to'g'risida Prezident Vladimir Putin og'iz ochmadi. Birlashma bayonotda dengiz territoriya talash tartishini xalqaralashtirishga va bu rayonda bo'lmagan davlatlarning qo'l tiqishi qarshi turish ko'rsatildi. Shanba kuni axborot e'lon qilish yig'inida Prezident Vladimir Putin oshkoralab mundaq ko'rsatdi. Men rais Xi Jinping bilan Koreya yarim orolini yadrosizlashtirish masalasini va Osiyo Tinch okean rayonining bexatarligi masalasini mustahkamlash masalasini muhokama qildim. İki devlet diplomatiyasının ortak vazifesi şu idi ki, Janubiy Cungo dengizi ve O'rta Osiyoning tinchligi ve muqimligini qo'llashdan iborat. Demek Rusya'nın Cungo'nun ortak vazifesi bu da Rusya'ya nispeten aytganda qo'g'dash nuqtai nazarda aytganda Rusya'ga nispeten aytganda Janubiy dengizning muqimligini qo'g'dash va O'rta Osiyoning tinchligini qo'g'dash. Bundaq aytganda ayni vaqtga Qing xandonligi davridagi Li Hongjiang bilan Zhozongtang davriga qaytdi degan gapda bu tarafda Janubiy dengiz Jungoning sharqiy dengiz sahilini qo'g'dash, o tarafda g'arbiy Uyg'uriston, Sharq Turkistonning o tarafidagi g'arbiy sahilini qo'g'dash, shu vaqtda Zhozongtang bilan Li Hongjiangning talash tortishi edi. Bugun Rossiya Jungo ikki davlatning munosabatini qo'g'dash, muqimlikni qo'g'dash, o tarafdan Xinjiangning muqimligini qo'g'dash, bu tarafdan Janubiy dengizning muqimligini qo'g'dash. Mana bu ikki davlatning bir necha asrlik tarixiy ichidagi bir necha asr emas, keyingi 100 yillik tarixi ichidagi munosabat Chorvasiya davridan Rossiyagacha bo'lgan Jungo ikki davlat munosabatining bugungi bu yerda gavdalanishi. Lekin asosiyatini aytgan bu yerda Amerika qarshi turish deb yuqorida bir so'zlagan so'zlar esa hozir bu diplomatiya sohasida eqib yurgan, tarqalib yurgan gap cho'chaklar bu. Buningda alayda bir gap yo'q, uning Amerika qarshi tura olishi, ikki davlat birlashib Amerika bilan elishishi yoki Amerika qarshi siyosat u buni belgilash degan cho'ng muqam yo'q.
demak xalqarada bo'layotgan gap so'zlarni bu bayona qilib kirgizgan xolos. Biroq o'tganda aytgandek, bu qatim, ya'ni kechikdi, Gaaganing qarori 7-ayning 7-kunda, 7-ayning 12-kuniga o'zgartirildi. Hozir Junguni ansirtayotgan muhim masala Rossiyani shunday vaqt chaqirib, kelib, men dedim, yo'lbos terisini taraqshitishdan boshqa narsa emas.